Assalomu alaykum, ustozim Dilnoza Shahriyorovna va go'zallarim Ozamiz marafonining go'zal opa-singillari. Men Ahmedova Gulnoz 41 yoshdaman. Go'zallarim Ozamiz marafonining ilk ishtirokchilaridanman. Bundan 3 yil avval qatnashganman. Go'zallarim Ozamiz marafoniga men 100 kg vazn bilan qatnashganman. Marafonga qatnashishdan avval bel og'rig'i, bosh og'rig'i, oyoq og'rig'i meni juda ham qiynardi va 10 yil davomida olgan stressdan hech ham chiqib keta olmas edim. Marafonga meni eng yaqin bir insonim orqali qo'shilganman. Marafonda men 50 kg vazn yo'qotganman. Ustozim Dilnoza Shahriyorovnaning menga bergan bilimi, motivatsiyalari orqasidan 50 kg vazn yo'qotganman. Buning uchun ustozim Dilnoza Shahriyorovnaga katta rahmat aytmoqchiman.